Bugun uyga borib kelsam bo'ladimi? Uydagilarni sog'indim. Mayli, bemalol borib keladi. Faqat onamdan ruxsat so'ragin, hop? Men yangi kelinchak bo'lsam, so'rashga uyalaman-da, o'zingiz so'rab bering. Ha, bo'pti, onamga o'zim aytib qo'yaman unda. Sen yaxshi borib kel, men ketdim. Hozir. Keldingmi? Kir ichkariga. Uyda onamni ko'rishga deb chiqdim. Kimdir orqamdan poylab kelayotganga o'xshadi. Rosa qo'rqdim. Endi qo'rqmasang ham bo'ladi. Sen meni oldimdasan. Sen juda ham qattiq sog'inganman. Yur kel. Tezroq chiqarsiz. Bo'lmasa salim hozir 1 minutda chiqaman. Aytgancha hozir dastavkam keladi uyimda. Shuni olib qo'ying. Hop. Assalomu alaykum. Bugun uyga borib kelsam bo'ladimi? Uydagilarni sog'indim. Nimaga qotib turibsan? Aka, olib keldingizmi? Bugun kartani o'tkazib yuborganman, rahmat. Sevmasang bor, ma'ni qo'y bor.